من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Durusul Balagha nomliq stilistika darsligining biz ilmul maanining 4-bobiga keldik. İlmül maanining 4-bobiga keldik. Biz bundan burun biz bu bobni ilmul maani degan bu bölümni 8 bob bir xotimiga bo'lgan. Birinchisi insha va xabar haqida so'zladik. İkincisi hazf ve zikr babında sözlük. Üçüncüsü takdim ve teahhir babında sözlük. Hem de bugün 4. babda ta'rif ve tenkir. Yani ma'rifi keltirish ve nekir keltirish. Cümlede ma'lum bir bilak bazıda ma'rifi keltiriladi. Bazıda nekira keltiriladi. Hem de bu ma'rifi keltirishning yo'li yadkhil bilan ma'riful ism, yadkhil yo'l bilan ma'rifiga aylanadi. Tuvanda chiqadi. Shu yadkhil yo'lning bilan ma'rifi keltiriladi yoki nakira keltiriladi. Tamam, nima uchun ma'rifi keltiriladi, nima uchun nakira keltiriladi? Sizlar nahv kitobi o'qigan vaqtinglarda grammatik o'qiganda sizlarga ism yadkhil yo'l bilan ma'rif bo'ladi. Ma'rifining qarama-qarshi nakira deb shunchalik o'qigan. Ya'ni ma'rifi bilan ma'rifiniki grammatikini hukmi nima desa, ma'rifi degan 3 harakatni qabul qiladi, lekin tanvinni qabul qilmaydi. Ya'ni ma'rifiniki mesela alif lam alif kelgan bo'lsa, ma'rifi tanvinni qabul qilmaydi, ammo zivar zil shuni qabul qiladi degan masalan. Unga endi alif lam ismga keladi, fe'l kelmaydi degan masalan. Unga endi nakira kelgan bo'lsa, tanvinni qabul qiladi degan shularni o'qigansizlar. Endi balog'at ilmida vaqt to'xtalmaydi. Siz o'qib bo'lgandan keyin undan keyin hozir nima uchun ma'rifi keltiriladi? Nima uchun nakir keltiriladi? Mesela o'xshash belgisi masalan rajul, ar-rajul. Nima uchun rajul deb ar-rajul deb ma'rifi keltiriladi? Nima uchun rajulun deb nakir keltiriladi? Bugungi darsningki muhimlik darajasi intayin yuqori. Al-bab ar-rabi' fi at-ta'rif wa at-tankir. إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعين فالمقام للتعريف mana qachonki g'araz ya'ni mutakallimning g'arazi maqsadi bitafhimil muxotab ya'ni muxotabga so'zni anglagan odamga kalamning muayyan bir shaxs bilan bog'lanishi borligini tushuntirish bo'lsa fal maqomu lit ta'rif maqom ya'ni so'zning o'rni ma'rifa keltirish uchundir. Mutakallimning g'arazi qachonki so'zni anglab turgan odamga bu jumlaning so'zlayotgan bu so'zining jumlasining muayyan bir shaxs bilan muayyan ya'ni hammalarga tunishlik bo'lgan muayyan bo'lgan bir shaxs bilan bog'lanishi borligini muayyan bo'lgan bir shaxs bilan bog'lanish borligini bildirmoqchi bo'lsa shu chog'da qanday mutakallim so'zini qanday keltiradi? Ma'rifa keltiradi. Va idza lam yata'allaq al-gharad bizalik fal-maqam lit-tankir. Amma mutakallimning g'arazi nima bilan aloqasi bo'lmasa, ya'ni muayyan bir shaxs bilan mutakallimning so'zining muayyan bir shaxs bilan bog'lanishi yo'q, balki noma'lum bir shaxs bilan bog'lanishi bo'lsa, bu chog'da maqam nima lit-tankir, nakir keltirish uchundir. Ya'ni endi ma'rifa nakir deganni tarjima qilsak bo'ladi. Tarjima qilsak birisi tunishliq ism, ya'ni birisi notunish ism degan gap. Biri aniq ism, ya'ni biri mujmal ism degandek gap. Lekin buni tarjima qilgandan tarjima qilmagan texma nima fasohatlik. Va li tafsil hada al-ijmal, endi bu mujmallikni tafsili bayon qilish. Chunki biz tarjima qilib qo'ysakmi, u mujmallik yeshilmaydi bundan. Bir eg'iz gap bilan tarjima qilib bo'lmaydi. Bir muncha tafsilot bor. Shuning uchun buni o'zini ismi bilan atgan afzal. Unda atalg'ularni. Va li tafsil hada al-ijmal, bu mujmallikni tafsili bayon qilish uchun naqul mundaq deymiz. Minal ma'lumi annal ma'arifa endi hammalarga tunishliq, hammalarga ma'lumlik, ma'rifa degan qancha narsa ism 7 xil narsa bilan nimaga aylanadi? Ma'rifaga aylanadi. Birinchi ad-damir.
Damir degan almash yana. 60 zamir bor, 60 damir. Shuni sizlar nahvodagi tafsir o'qib bo'lgan damirni. Birinchisi damir. Uyg'urcha tarjimada almash deymiz endi. Val alam ikkinchi, ya'ni ism damir bilan nima bo'ladi? Ma'rifaga aylanadi. Huwa deb kelsa masalan. Masalan ja'ani huwa desa, huwa degan nima? Damir, ism nima? Bu ma'rifa bo'ladi. Faqat alif lam bilan ma'rifa bo'lmaydi ism. İkincisi vel alam, ikincisi ismi alam. İsmi alam degan nima? Uyg'urcha tarjima qilganda xos ism degan gap. Bizda xos ism, turdosh ism deb ikki ism bor. Xos ism degan masalan Abdurrahman, Abdullah, Tumurbek degandek ismlar nima? İsmi alam bo'ladi. İsmi alam faqat ismlar bo'lmaydi, ba'zida kunyatmi ismi alam qatori kiradi. Kunyat ham masalan Abu Hurayra desakmi ismi alam bo'ladi. Masalan İbn Abbas desakmi ismi alam bo'ladi. Anladın? Fakat ismi bo'lishi shart emas. İsmi alam bo'lishi ya kunyat yani mashhur. Yani şu adamdan boshqa adamdan ayirib turadigan xos ismning hammasini nima deb ataladi? Ism alam deb ataladi. Xo'sh, ismi alam nima? Ma'rifa. Va ismul ishara. Endi ismi ishara. İşaret ismi degan yani ko'rsatish almishi degan. Biz Uyg'urchada buni biz ko'rsatish almishi deymiz. Yani chunki damir bilan ishorat ikkisi bir tuqqan. İsmi işaret bilan damir ikkisi bir tuqqan. Ammo birisi nima? Ko'rsatish almishi, yana birisi almash. Bu almash va u ko'rsatish almishi. Almash shaxsni bas o'zlik almash degandek bir necha shaklda keladi, lekin ko'rsatish almishi-chu bir narsani ishorat qilib ko'rsatib turib, ana mau, imau degandek ko'rsatadigan almashlar. Shu buni ismul ishara deydi. Ismul ishara nima? Masalan hada desak, ra'aytu hada desak, mishadiki hada chuqur muxatab va man ko'rib turgan narsa bo'lishi nima? Bu ma'rifa bo'ladi. Va ismul mavsul val ismul mavsul endi. Ismul mavsul nima? Ma'rifa bo'ladi. Masalan ja'ani allazi ja'a ams yoki ja'ani allazi ja'a ams desa masalan. Va tungan kelgan keldi desa bu nimaga aylandi? Ism ma'rifaga aylandi. Ya'ni ism mavsul ham nima? Ism ma'rifa. Vel muhalla bi al. Hamda. Vel muhalla bi al. Al bilan jabdilgan ism. Al bilan zinnatlangan. Muhalla degan muzayyan degan gap. Men endi siz balog'at darsiga chiqqanda nahvdan bir daraja chiqasizlar. Nahvdan deb ataydi buni al ta'rif deb ataydi. Nima? Yoki lamut ta'rif deb ataydi. Yoki lamut ta'rif yoki al ta'rif deb ataydi. Endi bu nima dechu? Balog'atda shuni o'zi. Shu narsani o'zi boshqa ism bilan ataydigan gap. Muhalla nima bi al. Al bilan jabdilgan, ya'ni al kirib bu ismga zinnat bo'lgan. Bu ismni bezigan deganday ma'no bo'ladi. Lekin bu ma'nolarga qallanib qatirmoqlar. Faqat nima? Shu iliblam kelgan ar-rajul degandek ism. Bu shu. Alayda bir gap emas yani, normal. Vel muhalla bi al. Bu ismga iliblam kelsa ham nima bo'ladi? Ma'rifa bo'ladi. Hammaning qallasida iliblam kelgan, iliblam kelgan ismlar ma'rifa deb qallanib o'ylab qolsalar to'la. Qog'oz ma'rifa emas kerak ekan shu. Iliblamni taqa. Tuvan darajadagi ma'rifa taqa. Eng birinchi darajadagi ma'rifa emas. Ma'rifalarning eng ma'rifa aloqasi birinchi ma'rifa damir. Tushunarlimi? Vel mudafu li wahidin mimma zikr. Yuqorida zikr qilingan qancha narsa zikr qilindi? 6 narsa zikr qilindimi yo 5 narsa zikr qilindi? Shu 5 narsaning biriga idob qilinish, mudab bo'lish. Mushumu ismni nimaga aylantirdi? Ma'rifaga aylantirdi. Masalan, damirga birisi damirga idob bo'lsa, ya degandek. Damirga idob bo'lsa. Masalan, qalami, masalan, qalami. Qalam desa ism nima bo'ldi? Qalam desa ism nakira. Qalamun desa, qalami desa ism nimaga aylandi? Ma'rifaga aylandi. Masalan, alam desa ismi alamga mudab bo'lsa masalan, ibni Abbasin. Tushunish bo'ldimi? Abbasinga nima bo'ldi? Muzaffarlab ibn Abbas deb ibn degan aslida nakira. Abbasinga mudaffarlab nimaga aylandi? Ma'rifaga aylandi masalan. Ismul ishora masalan. Masalan zaka desak, zaka deganga kap damir xitob zaga idob bo'lgan, bizga ikkisi idob bo'lib turib, ma'rifani bildiradi masalan. Ismul mavsulga mudaf bo'lishi mumkin. Ismul mavsul mudaf bo'lishi mumkin masalan. Ismul mavsul mudaf bo'lgan ism masalan al bilan bo'lgan alif lam kelgan ma'rifa. Buniga nayt jaqini buni misoli jaq masalan. Masalan gulamur rajuli deb kelsa, gulamur rajulin deb kelsa, bu ismning bo'ladi.
gulamu rajulin deb kelsa bu ism nekira. İzah bo'lgan bilan gulamu rajulin. Yani demek mudafın ileyhini bo'lganlik uchun, nekira bo'lganlik uchun mudafının bo'ladi, nekira bo'ladi. Ama gulamur rajuli deb kelsa bu chaqda ism tabii ki nima aylangan bo'ldi? Ma'rifaga aylangan bo'ldi. İşte gulamu Zeydin dese tabii ki ma'rifa çünkü Zeydin degan ismi alamga izoh bo'ldi. Ama er-rajul iliflam bilan kelgan vaqtda gulamur rajuli bo'lsa bu ism ham ma'rifaga aylangan bo'ladi. Vel mudafu li vahid mimma zikr vel munada amda. Munada mesela ya Zeydu ya rajulu dese mesela ya degan ism munadanın özü şu isimni nimaga aylantirdi? Ma'rifaga aylantirdi. Çünkü bir adam ko'rgan odamga ya Allah mesela ya Allah deb ya qalbimizda ham bilan biladigan tunish odam ya Allah deydi yoki ko'rgan odamga chaqirish uchun nima deydi? Ya Zeydu ya rajulu mesela ya rajulu mesela. Ya rajulu desa şu rajul degan nekir ismini nimaga aylantirdi? Munada bilan ma'rifaga aylanadi. Amma xo'sh, endi birdan keldik endi. Xo'sh. Anda da amma damir. Endi ma'rifaning birinchisi nima dedik? Damir dedik, almash dedik. Bu damir fayuta bihi lika nima uchun keltirildi damirni? Jumlada nima uchun damir keltirildi desa, sababini aytdi. Fayuta bihi likawnil maqami litakallumi aw al-khitabi aw al-ghayba ma'a al-ikhtisar. Yani nima uchun biz almash keltiramiz? Nima uchun damir keltiramiz desa, cümlede makamdaki ya cümlede şu xil aletten başka alet bulmaydı. Cümle ya mutekellim buludu. Tekellüm yani belirli şahıs. Ya ki ikinci şahıs hitap diyen gap ikinci şahıs için buludu ya ki gayba. Üçüncü şahıs için buludu gayba. Yani ya ki sözlük gücü buludu cümledeki. Cümle ya sözlük gücü buludu ya anlıqcı buludu ya sözlüken anlayan yer yok. Gayb adam buludu mesela. Bu şunu meal ihtisar kısaca şekilde sözler bildirish uchun nima keltiriladi jumlada? Damir keltiriladi. Yani gapni uzun itnobdan saqlash uchun qisqa holatda ma'no maqsadni bildirish uchun shu uch xil shaklda birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs keladi. Birinchi shaxs degan mutakallim, ikkinchi shaxs degan muxotab, uchinchi shaxs degan g'oyib. Endi nahu masalan, ana rajawtuka fi hadha al-amr va anta wa'adtani bi injazihi. Shu jumlada bizda üç xil damirni hamiz keltirib berdi mesela. Ana deganda mana damir tekellum yani mutakallim. Men rajawtuka men sizdan mush ishni bir umid qilgan edim. Rajawtuka degandagi kaf nima? Xitob, damir muxotab. Va anta damir muxotab. Va'adtani va'adta degi ta damir muxotab. Ni nima? Mutakallim. Bi injazihi sen bana o ishni bijirib berishga va'da qilgan eding desa bir incazidagi hiç o damir g'ayba. Shuni olam mana bizga uch xil jumlada bir hali mutakallim bo'ladi, hali muxotab bo'ladi, hali g'oyib bo'ladi. Bunda uch shaklda gapni qisqa qilish uchun damir keltiriladi. Xo'sh. Val aslu fil khitab. Endi val asl biz davomli asl qoidani bilib olishimiz kerak. Asl qoida bilgandan keyin uni keyin asl qoidadan chiqqan holatni bilalaymiz. Vel aslu fil hitab emdi. Hitapta yani muhatapta demekçi. Hitapta aslı kaide en yekune li müşahadin muayyen. Muayyen min körülüp gözümüzden körülüp durabatkan muayyen bir şahsga bulunish kerak. Hitap. Bu hitap degan. Sen degan gapning o'zi cho'qim oldimizda Babil odamga deyilish kerak. Oldimizda yo'q odam bo'lsin deyish kerak, u deyilish kerak. Va qad yukhatabu ghayrul mushahad. Ba'zida asli qoidadan chiqib ko'z bilan ko'rilmaydigan shaxs kimi oldimizda bodikidek xitob qilinadi. Mana idza kana shart nima? Idza kana mustahdaran fil qalb degan, o'sha qalbda hozir qilingan bo'lsa. Masalan, iyyaka na'budu degandek. Rabbimiz sana ibodat qilamiz deganda, sana degan gap asli oldimizda ko'rib turgan bir shaxsga deyilish kerak edi. Lekin Alloh taolamiz oldimizda ko'rib turmadi. Lekin sana dedik. Nima uchun? Desa, mu'min musulmon xuddi Alloh taolani ko'rmisimi, ko'rgandek ibodat qilish kerak. Qalbida davomli Alloh taolo qalbida bo'lish kerak. Ya'ni shu Alloh taolo shuning uchun uyutyapti. İyyaka deb xitob damir xitob bilan keltirishdan mishadagi damir xitob keltirish sabab, ya'ni shu ko'rmisimi, ko'rgandek, ya'ni qalbi davomli qalbida saqlash kerak degani bildirdi. Ya'ni ba'zi chog'da masalan normalda bizning so'zlarimizdami? Masalan, ya dada, ya ana seni bek sig'indim deb masalan bir odamning dadasi onasi o'lib ketgan bo'lsa, ya yaqinga ketgan bo'lsa, yolg'iz qolgan chog'da dada ana ben seni bek sig'indim, sen bo'lgan bo'lsan unda qilading, bunda qilading deb
Aldıda yo'qlar desa, lekin deydi nima uchun? Qalbida bo'lganlik uchun. Bo'lganlik uchun. Bu normal. Endi ba'zida va g'ayrul muayyani idza qusida. Endi asl xitobdagi asl nima dedik? Ya'ni muayyan bo'lgan bir o'z ko'zdan ko'rib turadigan muayyan bo'lgan bir shaxsga bo'lish kerak dedikmi? Va g'ayrul muayyani idza qusida ta'mimul xitob. Endi ba'zida xitob shu muayyan bo'lmagan belgi bo'lishi mumkin. Muayyan bo'lmagan belgi. İza qusida ta'mimul xitob. Ya'ni bu xitobni omlashtirish maqsad qilinsa. Ta'mimul xitob, ya'ni bu biz demoqchi bo'lgan gapimiz ne? Bir maxsus muayyan bir odamga emas, butun odamga jakolmoqchi bo'lsak, shu chaqda likulli ma yumkinu xitob, ya'ni uni xitob qilish mumkin bo'lgan kishining hammasiga biz xitobni om qilish bo'lsa, shu chaqda nima qilamiz? Shu chaqda ya'ni xitob ishini nimani o'rniga, g'aybni o'rniga xitob keltiriladi masalan. Nahu al-laimu man idza ahsanta ilayhi asaa ilayk degandek masalan. Laim degan pastkash degan gap, nachar, ablag degandek. Pastkash odam degan man idza ahsanta ilayhi, sen unga yaxshilik qilsang, senga yomonlik qilgan odamdir deganda, bu yerda idza ahsanta degandek ahsanta sen yaxshilik qilsang deb oldimdagi ma'lum bir Zaydga, Umarga, Abdullah demoqchi emasman bu gapni. Bu gapni butunlay ibrat olmoqchi bo'lgan, gapni tushunadigan odamning hammasiga demoqchiman. Masalan, tersang nima urarsan deymiz bizda. Tersang urarsan. Masalan, yomonga yo'liqsang, yarisi qozonga yo'liqsang, qarisi deydi. Masalan, yomonga yo'liqsang, yaxshiga masalan qozonga yo'liqsang degandagi san degan amaliyotda asli qoida bo'yicha bir oldimdagi muayyan bir odamga deyilish kerak bo'lgan gap. Ammo men muayyan bir odam demoqchi emasman. Buni butun ibrat oldigan odamning hammasiga demoqchi. Men taminin zamanında, menlikingi zamanında kim bo'lsin ibrat oldigan odamga demoqchi. Gapimni ammo maqsad arabcha nima deymiz? Ya'ni bu ta'mimul xitob deb ataladi. Idza qusida ta'mimul xitob. Qachon ta'mimul xitob bo'lgan chaqda shu chaqda nima deb ataladi? Shu damir xitob ishlatiladi ba'zida. Demakchi o'g'ini bir sherdagi damir keltirishning sababi ya birinchi shaxs bo'ladi, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs bo'ladi. Uning kendi asli birinchi shaxs degan tabiiyki so'zlikchini ko'rsatadi. O'zini ko'rsatmoqchi, bunun gapi yo'q. Üçüncü şahs degan tabiiyki so'z degan odam bilan so'zni anlatgan odamdan boshqa odamni ko'rsatadi. Unda bu gap yo'q. Endi gaplarda ikkinchi shaxsda. Ikkinchi shaxsda. Ikkinchi shaxs ba'zida asli qoida oldida bu odam so'zini kerak. Lekin ba'zida oldida yo'q odamga so'zni qarshılanmışqa, qalbida bo'lganlik uchun. Ba'zida u qalbidami yo'q odam, lekin oldida bir odam emas. Sözünü qanday chaqda desa ta'mimul xitob idza qusida ta'mimul xitob. Ya'ni so'zini o'zining demoqchi bo'lgan gapini butun odamlarga, gap tushunadigan butun odamga demoqchi bo'lsa, shu chaqda sen degan gapni ishlatiladi, lekin bu deganlik ma'lum bir shaxsga deganlik emas. Anladın? Ya'ni shu ahvollar mushu deydi. Mushundan sabablardan ism nima keltiriladi? Qisqa so'zlash yo'li bilan damir keltiriladi. Agar bir odamning butun ismini deb bo'g'lanmaydi masalan, ba'zan gaplarni hamma odam ismini deb desa, o'sonda o'tirgan odamga hammaga deb faloni andaqsizmi oldi, faloni andaqsizmi oldi, o'qishga ketsa kim o'tirdi so'rinda? Shunda gap uzab ketadi. Endi biz damirni so'zlab, almashni so'zlab bo'ldik endi. Endi ikkinchisini alam, ismi alam keldik. Xo'sh, ismi alam uchun nima sababdan ismi alam keltiramiz? Nima uchun ismda jumlada ismi alam bilan keltirildi jumlaning bir bo'ligi deyilsa, fayuta bihi ismi alamni keltirishiga sabab liihdari ma'nahu fi zihni as-sami'i bi ismihi al-khas. Ya'ni men jumlada bildirmoqchi bo'lgan mafhum, tushunchani tinglovchining zehniga uning xos ismi bilan hozir qilmoqchi bo'lsam, ya men bir odamning ismini, bir odamning shaxsini uning xos bo'lgan ismi bilan anglovchining zehnida hozir qilmoqchi bo'lsam, shu joyda nima keltiraman? İsmi alam bilan keltiraman. Masalan, Alloh taoloning qavliga masalan ve iz yerfa'u İbrahimul qawa'ida minal beyti ve İsmailu degan mushu qavlda qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo bizga nimani bildirmoqchi hozir? Alloh taolo bizga Ka'bani eng avval bino qilgan odamni bildirmoqchi. Ya'ni bizga Ka'bani eng avval bino qilgan odamni bildirish uchun buni ve iz yerfa'u nabiyyun desa uni biz biladik uni. Bir payg'ambar qolgan bilamiz, lekin shaxsini bilmaymiz-da. Bizga shuning shaxsini o'zini xos bo'lgan ismi bilan bildirmoqchi. Kim sabtola, Ka'bani eng avval kim bunaqa sabtola deganni bildirmoqchi bo'lgan chaqda shu chaqda ismi alamni keltirdi Alloh taolo. Ya'ni xuddi shuningdek biz yana ma'lum
bir ishni mani falani qilgan yo pistani qilgan degan ishni ma'lum ishni bildirmoqchi bo'lsak, shuni xos ismini keltiramiz shuniki. Shuning uchun ya'ni ayni chaqda Ibrohim alayhisalom Ka'baning o'g'lini ko'tarib o'tadi va Ismoil alayhisalomni birga ko'tarib o'tadi da'vatadi. Endi mishadi yana bir inchki masala bu nima aloqasi yo'q bu yerdagi asosiy mavzu bilan. Bu bo'lsa Ismoil alayhisalomni masalan qavoidni keniga gap qilish masalan. Asli va id yarfa'u Ibrohim va Ismoilu al-qavoida min al-bayti deb bunda keltirsa bo'ladi. Unda keltirmay Ismoilni keniga gap qo'ydi desa, chunki bu Ka'bani bino qilishda bosh rolchi kim? Asosiy rolchi İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam çok qo'shimcha, izofiy. Tabiiy ikkinchisi. Ayna bo'lganlik uchun al-qavoida min al-bayt oldiga chiqqan gapchilik. Xo'sh. Va qad yuqsadu bihi ma'a zalika agradun ukhra. Endi ba'zida İsmoilimning asli ma'nosi nima ekan? Asli ma'nosi, ya'ni tinchuvchining zehniga bir shaxsniki biz bildirmoqchi bo'lgan shaxsniki xos ismini hozir qilish uchun Ismoilim keltirganmiz. Shu Ismoilimniki Uyg'urcha tarjimasini xos ism deymiz endi shu. Xos ism deb. Endi ba'zida boshqa g'arazlar ham maqsad qilinib qoladi. Ba'zida boshqa g'arazlar ham maqsad qilinishi ma'azalik yuqori maqsad bilan billa boshqa g'arazlarni maqsad qilinib qilishi mumkin masalan. Kat-ta'zimi masalan. Ba'zi Ismoilim uchun keltiriladi, ta'zim uchun keltiriladi. Ya'ni kattalash, ulug'lash uchun. Fi nahv masalan rakiba sayfud dawla. Sayfud dawla degan bir podshohniki nima? Kuniyati bu atalg'usi. İsmi emas, ismi xos ism nima? Aniq bu o'ziniki ismi emas, lekin nima atalg'u. Lekin bu maxsus podshohga atalib qo'yiladigan. Bu xos ism lekin. Bu Ismoilimning qatoriga kiradi. Sayfud dawla ulug'i mindi desa, bu yerdagi maqsad nima emas, bu yerdagi asosiy maqsad Sayfud dawlaning ulug'i minganligini bildirmoqchi emas bizga. Demakchi o'g'ini Sayfud dawlani ulug'lamoqchi. Sayfud dawla masalan rakibal amir, rakibal malik demak rakiba Sayfud dawla degan. Sayfud dawla uloqqa minibdi. Sayfud dawla ayplanga chiqibdi. Sayfud dawla nimaga kelibdi? Bu masalan hozir Erdo'g'on Makkaga kelibdi. Erdo'g'on u yerga boribdi desa masalan. Erdo'g'on deb ismni oltashdagi sabab nima? Ashuni nima qilish uchun ta'zim uchun. Ismoilimni bu yerdagi shu kim kelganligini bildirish bilan birga uni nima qilish uchun ta'zim uchun ismini atash degan ta'zim uchun bo'ladi. Ba'zida ihanat, ya'ni uning ahanat xarlash uni. Uni ahanat qilish, ayplash, tushirib o'tish masalan. Zahaba sahrun. Tosh ketdi bilan. Sahr yasqaq tosh ketdi. Tosh ketdi deb bir odam adasiz qattiq, bag'ri qattiq bir odam ekan. Naydi. Bag'ri toshdek qattiq bir odam bor. Qasi ya'ni qasvatul qalb. Qalbi toshdek qattiq bir odam kessa, men toshvoy ketdi mana toshvoy degan gap. Andin bu tosh ketdi mana. Demishadi sahr deb uchuq deganlik ismini, o'sha laqabini, hammadan tunuydigan laqabini uchuq deganlikning o'zi, xos ism bilan deganlikning o'zi nima? Bu ahanat qilish buni. Hadisda masalan chiqdi masalan Zulyadayn deb bir odam batdi deb masalan chiqdi. Zulyadayn Payg'ambar sollallohu namozni o'qisaganda, ikki katta salom o'qisaganda, o'sha Zulyadayn degan qululun odam deb Zulyadayn deb alaydi deganlikmi? Bu shuniki bir ya ta'zim uchun bo'ladi yoki shuniki xos bir ismi uchun, hammadan boshqa odamdan ayirib tunuydigan ismni keltirish masalan. Endi ba'zida vel kinayati an ma'nan yasluhu al-lafzu lahu degan yasluhu al-lafzu lil ma'na. Ya'ni bas ba'zida kinoya keltirishga o'xshash masalan. Lafz shu ma'niga yaraydigan, ya'ni bir kinoya so'zlash bir ma'nidinki lafz shu ma'niga nima yaraydigan. Lafz shu ma'niga yaraya oladigan holatda bir kinoya so'zlashga o'xshash bunday masalada nima keltiriladi? Ismoilim keltiriladi. Masalan, tabbat yada Abi Lahab. Bu oyat qaraydigan bo'lsak, Abi Lahabning ikki qo'li halok bo'lsin degan bo'ldi. Masalan, ikki qo'li ziyon tortsin masalan. Mishada Abi Lahab degan gap asli Abi Lahab degan gap nimaga gap ma'nosi? Ma'no jihatda aytganda Lahab degan nar degan gap, o'tning yolqini masalan. Abi degan gap qattiq bilib kelganda nisbat ma'no beriladi, nisbat, ya'ni jahannami degan gap ma'nosi. Jahannami. Abi Lahab degan gap o'tning dadisi degan gap emas, ya'ni o'tloq. Ya'ni o'tqa nisbat berilgan. Do'zaxga nima deymiz tarjima qilsak, davzihi degan gap. Davzihi degan gap. Ya'ni davzihining ikki qo'li qurib ketsin degan gap bo'ldi ma'nosi. Ya'ni xuddi Abi Lahabning o'zining kuniyati nima edi? O'zining kuniyati Abi Lahab edi.
Lekin Alloh taolo o'ziki Abu Lahabning o'zining ismi Abdul Uzza degan yerga o'zining ismini keltirmay, Abu Lahabning nimani keltirdi? Abi Lahab deb keltirdi. Chunki oyatning oxirida nima demoqchi? Andan sayaslan naran zata lahabin degan, ya'ni bu yolqinliq o'tga kirdi dedi. Zata lahab dedimi? Ashunga nima muvofiq keldi. Shunga yaraldi. Ya'ni bu lafz Abi Lahab degan lafz buniki ma'nosiga udul keldi. Rasmiy do'zax ekan bu. Ya'ni chunki do'zax kirdi dedimi? Oyat do'zax kirdi deb aytadimi? Demak buning ismini do'zaxiy bo'lishi nima ekan? İsmi bilan ma'na bir-biriga udul kelibdi, yarabdi. Shunda holatda bu nima keltiriladi? Ya'ni ismi alam bilan keltiriladi ma'lum shaxslar. Endi biz shuncha ismi ishorat keldik. Endi ko'rsatish almashtari. Yani ismda nima uchun ismi ishorat keltiriladi desa, fayuta bihi idza ta'ayyana tariqan li ihdari ma'nahu degan shu jumladagi so'zning ma'nosini hozir qilish uchun bir yo'l tayinlansa, fayuta bihi degan ismi ishorat keltiriladi. Ya'ni men shu jumlaning bir bo'lagidagi ma'noni ifodalash uchun faqat shu ismi ishoratni keltirishdan boshqa amolim yo'q. Shu ismi ishoratni keltirgan chig'imda shu ma'noni ifodalanadi. Demak ismi ishoratni keltirishga bir yo'l hozirlandi deydi. Bir yo'l hozirlandi. Masalan, ka qawlika bi'ni hada. Ma'ni setinga bozor qo'yib binasini ko'rsatib, u narsa ko'zimizga o'zgaranda bozorga bordik. Lekin bu narsaning ismini biz uqmaymiz. Bu narsaning ismini biz uqmaymiz. Ma'ni setib beringchi deymiz. Mishadagi ma'ni, ma'uni, buni degan gapning o'zi nima? Mushiran ila shay'in la ta'rifu lahu isman. Sen uning ya ismini bilmaysan, ya sifatini bilmaysan. Ana narsaga ishorat qilib, ma'ni setib bering degan yerda, shunday yerda nima ishorat qilish? Asli qoida shu. Ishoratni uchun keltiriladi. Ismi va aslında bir mani demeydi bana mesela. Deyiş mümkün lekin uçakta kıstalmaydı. Lekin ismini bilmeydiğen, sıfatını bilmeydiğen neside diyecek onu işaret getirişken nima o da uçakta muhtaç. Addisi miydi? Haramda. Kelgen hacılar, Özbek hacılar, Kırgız hacılar bir nesi ağır gelse mani neçifu deb so'raydi. Mani deb. Kırgızistan'da mani neçifu deb sormasın mümkün ismini deb ma 3 yuz neçip pul, 9 neçip pul, ma 3 tane neçip pul deyishi mumkin. Miyadi-cho, asosiy hojatlanmasi mana bilan mana neçip pul deydi. Nima uchun? Chunki uning arabcha ismini o'qimaydi. Arabcha ismini o'qimaganlik uchun mani deydi. O'ziga azidi mani deydi. Ishorat bu yerda eng jiq lozim bo'lgan ya bizning haram. Haramda ishoratning butun ishlar asosiy 90% ishlar hojidan do'kondorlikka ortidagi munosabatlar nima bilan bo'ladi? Ishorat bilan bo'ladi. مثلا أما إذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لأغراض أخرى. أما أمده مثلا وبلد كان صفتنا بلد كان اسمنا بلد كان يعني bir yol onu tayin deb qolmabdi. Yani demek chuqum ishorat keltirmasang bo'lmaydi degan yo'q ekan. Boshqa ishorat keltirmay ifodali bo'ladigan yerda ismi ishoratni keltirmay biz maqsadni ifodalagili bo'ladigan yerda nima ismi ishorat kelib qoldi. Bunda ahvolda shu desa bu çağda başka g'arazlar uchun kelish mumkin. Başka maqsadlar bor. Bu maqsadlar tuvanda kerak deydi. Xo'sh, masalan, birinchisi endi ayda ishorat keltirmasa bu g'ayri ishorat keltirilgan nima uchun ayda keltirilgan desa birinchi ka izhar istig'rob. Izhar istig'rob uchun masalan hayron qolganligini bildirish, hammalarga hayron qolganligini oshkor qilish uchun keltirildi ismi ishorat. Masalan, kam aqilin a'yat mazahibuhu وجاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالما النحرير زنديقا. مثلا deydigan bo'lsa kam aqilin mayadagi aqilni ikki qatim takror keltirganlik ya'ni aqlniki komilligini deb bildirmoqchi. Ikkinchi aql nima komil degan ma'noni bildirdi. Kam aqilin degan gap qanchilgan shunda komil aqlli odamlar. Aqli shunchalik komil aqlli odamlar bor. Ayet mezahibuhu. Onun yolları yani tariq degan gap, turuquhu degan gap mazahib degan. Onun yolları onu hadir etdi. Yani bu dünyada shunchalik kallasi ishlaydigan aqlli odam turib, bu dünyada nima ish qilsa pul topolmay, xafalık tortib, bek hep charchab ketdi. Qalamda olib, Abdulloh ketdi. Pul yo'q. Va jahilin talqahu marzuqa degan. Va kam jahilin degan. Qanchilgan shunchalik bilimsiz
Acayip bilimsiz ha, o normal bilimsiz emas. Qattiq bilimsiz. Shunchalik bilimsiz odamlar bor. Talqahum marzuqa. Uni adadsiz rizqi ko'p. Maşallah. Acayip bay. Puli adadsiz jiq. U shunday chiqib qo'yuvchi payt topadi, shunday chiqib qo'yuvchi payt topadi. Shuncha bilimlik odamlar bor. Puli yo'q, faqir. Nima ish qilsa ish oqmaydi. Ha, hadallazi taraka al-awhama ha'iratan va sayyara al-alima an-nihrira zindiqa. Mana mush mana. Hada mishadki hada madiki nima shahid nada mushahada. Tushunarlimi? Mushahada. Hadallazi taraka al-awhama ha'iratan. Mana bizniki vahmlarimizni, o'y xiyollarimizni hayronlikqa tashlagan narsa mana mushu mana. Mana mushu. Deydigan mishadki bizniki izhar istig'rob bo'ldi. Meni hayron qoldig'ini mushu deydi. Hada degan mana meni hayron qoldig'ini mush ish. Bu nima uchun aqlli, bilimli odamni pul topolmay, bilimsiz odamni shunda boylab ketadi. Meni hayron qoldig'ini mushu. Vasayyara al-aliman nihrira zindiqa. Nihrir degan gap cho'nqur olim degan gap endi. Noyati va cho'nqur, katta cho'nqur olimlarni zindiqqa aylanib qo'ygan narsa mushu mana. Ya'ni mening kalbimni hayronlikqa tashlagan, har cho'nqur olimni zindiq qilayotgan ishlar bilimli odamniki dunyoda yo'l topolmasligi, bilimsiz odamlarniki ishlarini hammani o'nqayib ketishidir. Mana mushu meni hayron qoldiribdi degan mishadki hada degan so'z istig'rob demak hadani kaltimizm bo'ladi. Hadani kaltimizmi demak maqsad nima hosil bo'laverdi lekin hadani mishkaldi. Meni hayron qoldirgan ish mushu. Meni hayron qoldirayotgan ish, qalbimni qaydirayotgan ish nima mushu ish deb ishadi. İzhar istig'robni bu demakchi. Bu shunday keltirildi. Demak, asli ismi ishoratga nima uchun qo'yiladi qarindoshlar? Hissiy narsa uchun bo'ldi. Mahsus. Ismul ishara yushiru ila shay'in mahsus. Bunda ko'z bilan ko'ngil bo'ladigan, anglig'i bo'ladigan quloqda. Bunda buni purg'ili bo'ladigan, tetig'ili bo'ladigan, tutquli bo'ladigan narsa masalan mahsus degan. Shunday narsalarga ko'z tutiladi. Buni mavo deb degandek. Mavo degan gaplar. Lekin ba'zida ma'naviy narsalar ko'rsatilib qoladi shunday. Ya'ni ma'naviy. Ko'zdan ko'rsatilmaydigan lekin ma'naviy narsa. Ma'naviy narsa ko'rsatganda bunda izhor istig'rob degandek bir qancha yo'llar bilan bo'ladi. Xo'sh. Endi ikkinchi qilib nima uchun asmo ishorat, ya'ni ism ishorat keltirishga bir tayin topib qolmagan yerda ism ishorat keltirdi desa va kamalil inoyati, uning bo'lgan komil inoyat, ya'ni uning qattiq ko'ngil bo'lganligi uchun, ya'ni mustat ilahi deymiz, jumladagi mustat ilahiga masalan qattiq ko'ngil bo'linganligi, hamma odamning buni ko'ngil bo'ldigan, hamma odamning diqqati shuningda bo'lgan mashhur bir odam ekanligini bilmak uchun hada keldi. Qanday masalan desa هذا الذي تعرف البتحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم debdi masalan. Şair. Qanday gap bu desa, masalan İmam Zeynul Abidin deb İmam Hüseyn'ninki bir balası var. İmam Hüseyn'in Kerbala'da hamma şehidlab ketdi. Rasulullah'ın aile tavabat. Fakat İmam Zeynul Abidin qoldi. Kichik edi. O'zi 7 yosh edi, ham o'zi kichik edi. Shu Rasulullah'ın avlodidan shu bir bola qoldi. Onun kendinde bu kim yo'qolab shunda katta olim bo'lib, mashhur bo'lib, butun jahon atrofi olim tunuydigan bir katta mashhur shaxsga aylanib ketdi. Aylanib ketgandan keyin bir kuni haramda turib olsa bir odamdan so'rabdi. Bu kishi kim deb. İmam Zeynul Abidinni ko'rsatib, bu kishi kim deb bir odam so'rgandan keyin u odam hayron qilib, buniki u odamning mushundaq mashhur butun insonni tunuydigan, balki insonlar emas, jin yo'q. Jamoatlarni tunuydigan mashhur bir shaxsni tunumaydigan dört adam ekansiz degan bir gapni uni dart dartmalash uchun nima deydi? Hadallazi ta'riful batha wa ta'atahu. Mana bu siz tunumagan odam bu. Batha degan gap butun sahrolar, soy, butun cho'llar va ta'atahu uningki quvvatini biladigan. Wal baytu ya'rifu hatta soy cho'llig'ini ham emas, Ka'bami Baytulloh. Ka'bami tunuydi bu odamni. Vel hillu vel haramu. Hil degan gap haramning sirtimi tunuydi, haramning ichimi, haramni tunuydi. Ya'ni bu jini yo'q. Bundaq Baytulloh, hil, haram, bathali tunugan zotni sizda jini va aqli va odam tunumag'ini hayronman ha. Demishada demakchi o'g'ini hada degan hadani uchun kelgan. Endi butun odamlar buni zot qilma, diqqat qiladi. Hamma odam tunuydi bu odamni. Hamma odam ko'ngil bildigan odam siz nima ish qilib tunmaysiz? Degandiki mush hada shu İmam Zeynul Abidinga hamma shu vaqtdagi kishilarning hammaniki intayin ko'ngil biladiganligini ifodalamoqchi. Hadallazi deydi.
Xo'sh, endi üçüncüsü nima uchun ismul ishoratlar keltirildi desa, aslida bir ism bor bu yerda. Masalan, hada Yusuf degan yerda Yusuf degan ism bor. Shu ismning o'zi nima qilishga xabar berishga arziydi. Ismni xabar berishga arziydi. Nimishqa Yusuf keldimi? Hada qo'shilib kelib qoldi buningga. Desa, ya uning yaqinligini ifodalash, uning holatining yaqinligini yoki yiroqligini ifodalash. Demak, bu yaqin yiroqlikni ifodalash degan bu balog'at bobining gapi. Masalan, kafiya o'qigan bo'lsanglar, kafiyada hada yaqin uchun, zaka o'ttir hol uchun, zalika yiroq uchun deb chiqadi. Anladin? Men shu kitobimga bir yerga yozib qolganman qarasam. Yozib qoldim. Buruncha vaqt o'qigan chog'imda yozib qolganman. Ya'ni kafiyning elinde deb. Mishada shu balog'atning gapi, kafiyada ba'zida nima yozib qo'ydi, anaqa balog'at gaplarini yozib qo'ydi ba'zida. Masalan, va bayon uniki yaqinligi yoki yiroqlik holatini bayon qilish. Masalan, hada Yusuf desam, asli Yusuf degan ism bo'lgandan keyin hadani keltirsam bo'ladi. Chunki aniq Yusuf degan ismni topmadim, lekin nima keltirdim hadan desa, Yusufning menga yaqinligini. Mana bu Yusuf. Yani mening yaqinimda, oldin tug'ildi degan gap. Va zaka akhuhu degan gap imavu, mavu emas. Ana avu, imadikroq avu. Kim? Uning qirindishi. Va zalika gulamuhu degan avu. Zalika yiroqni ko'rsatdi. Avu nima? Nimaning? Yusufning xizmatkori. Gulam degan xizmatkor. Xaddamisi. Avu Yusufning xizmatkori. İmadikar oturdu tug'ini kim? Uni qilindishi. Men oldimda yaqinim tug'ini kim? Yusuf. Demak, bu holatlar ba'zida nima uchun bo'ladi? Hissiy bo'ladi, hissiy. Ba'zida ma'naviy bo'ladi. Ma'naviy bo'lgan chog'da bu chog'da uni yaqin yiroqligini emas, balki darajasining yuqori ustunligini ifodalaydi. Hada deb kelsa uning darajasi nima? Tuvan. Zaka deb kelsa biroz yuqori, zalika deb kelsa shu darajasini texnik bir yuqoriligini ko'rsatadi. Masalan, Qur'oni Karimdagi zalikal kitabu la rayba fihi zalikada yuqorilik ko'rsatadi masalan. Ba'zida hada deb kelsa uniki darajasini tuvanligini ifodalamay, yaqinlikni ifodalaydi. Yaqinlik degan bu nima? Masalan, podshohga yaqin odamniki darajasi qanday bo'ladi? Ustun bo'ladi. Yiroq odamning tuvan bo'ladi. Ba'zida yaqinlik darajasini yuqoriligini ifodalasa, ba'zida yiroqlik darajasini yuqoriligini ifodalaydi. O'xshamaydi. Ahvol qaraymiz shu yerda jumladagi mazmun. Xo'sh. Masalan, degan gapni aytib, 4-inchisi masalan, va ta'zim. Ba'zida ismi ishorat keltirilgan ya, nima uchun keltiriladi? Ta'zim uchun, ulug'lash uchun masalan. Nahu inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shubhasizki, mana bu Qur'on yahdi lillati hiya aqwam degan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi masalan. Mishadiki hada ta'zim uchun kelgan. Bu ulug' Qur'on. Nimishqa hada degan ba'zida aytdim, u ba'zida ulug'likni ifodalaydi, ba'zida tuvanlikni ifodalaydi dedim. Ulug'lik ifodaligi nima uchun? Ya'ni Alloh taolo bilan nimasi yaqin. Alloh taolo bo'lgan maqom martabasi yaqin Qur'on karimniki. Shuning uchun demakchi. Yaqin degan gap, yaqinlikni ifodalamoqchi. Endi zalika desa, zalika degan yiroqlikni ifodalaydi desa, zalika bizga nisbatan. Zalikal kitob degan gap ana o shu kitob degan gap, u ulug' kitob degan gap. O kitob degan gap, ya'ni sizlarning martabasi xilvat yuqori bo'lgan. Sizlarga nisbatan martabasi intayin yuqori bo'lgan bu kitob nima? La rayba fihi degan kitobda hech bir shak yo'qdir degan gap. Endi tafsir Jaloliddin zalikani hada deb tafsir qilgan. Hada zalika kitob deganda hadal kitabul azim deb tafsir qilgan. Ya'ni ta'zimni ifodalaydi. Chunki Qur'on bizning qo'limizda bo'lganligi uchun buni yaqin deb ma'no etdik, lekin zalika deb keltirish ta'zimni ifodalaganligi uchundir deb hada deb ma'no qilgan. Bo'ladi. Ammo anda demak biz o deb ya'ni kitob xuddi osmondagi yulduzni ko'rsatgandek kattalikni ifodalashi meni bo'ladi ma'no. Yani o'xshash ma'no ifodalagan bo'ladi. Endi ba'zida shu ism ishorat keltirish nima uchun keltiriladi? Tahqir degan haqoratlash. Uni ko'zga ilmaslik masalan, haqoratlash uchun masalan. Ahadallazi yadhkuru alihatakum. Biz bu gap sizniki men stilistika degan bu bilimda asosiy ma'ni o'xshash bir xat. Ma'nini qanday ifodalaymiz ama bizniki so'zimiz orqali ifodalaymiz. O'xshash bir gap. Hada tushunarmi? Men qaraysizlar. Hada bo'lma shu normal osmon taraf qilib ko'rsatamiz. Ya'ni kattalik ifodalagan bo'ladi. Hada
yaratmaganligimiz, ko'zga ilmaganligimiz, buni haqir sanaganligimizni ko'rsatadi. Tushundingmi? Masalan, hozir kino o'chirgan kinochilar bor. Kinochilar eng stilistikaga eng usta odamlar. Ama biz endi buni andan o'qimagandan olimlar tarjima qilib, masalan, zalika ulug' uchun kelganda bu ulug' degan gapni qo'shib tarjima qiladi. Nimaga kelganda, haqir uchun kelganda bu nima bu arzimas narsa deb gapni qo'shib tarjima qiladi. Amaliyotda agarda shu so'zni degan so'zligicha haqiqiy stilistika pishqa odam bo'lsa, u gapni qo'shishga ehtiyoj yo'q. Masalan, podshoh kelsa, "Mana bu shu podshoh." Yaratmaydigan odam kelsa, "Mushuma?" dedik, bo'ldi. Bizning gapimizniki ovoz nimasiki, uylik pastligi ovozniki shakliga qarab turibdan biz nima qila olamiz, shuni bila olamiz. Tushundingmi? Ya'ni jon kuygizish degan gap. So'zga jon kuygizilgan narsa nima? Stilistika, balog'at. Masalan, "Hada allazi yadhkuru alihatakum" deb keldi. Mishadiki hada lit-tahqir. Yani müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ın köprümüzde bu sizin ilahlarını tırlıgan adam muşuma, sizin ilahlarını tırlıgan ilahlarını sizge yapkan muşuma, ya ki bu belki İbrahim Aleyhisselam hakkında buluşum mümkün. Yani şu "Ehâzellezî yedkuru âlihetekum" da müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ın meskili kılıp, zanlı kılıp diyen gibi. "Fezâlikellezî yed'ul yetim" "Erâeytellezî yükezzibu bid-din" "Fezâlikellezî yed'ul yetim" bu dinga yani ceza günüge inkar kıldıgan adamını gördünüz var mı? Bu kısım fezâlikellezî yed'ul yetim. Aşu yetimni düşkäleydigan erzimes aşu ina. Yetimni düşkäleydigan narsa aşu ina. Dep nimene düşürmekçi. Buniki delisini düşürmekçi. Közge inmaydigan bir narsa. Til ağzı yok mu narsa bu? Yetimni bize getirdigan narsa yani bu hiç qanday bir qadr qimmat yo'q narsa bu. Degan ma'noni ifodalaydi. وأما الموصول أم اسم أم نمش اسم مسند إليه ياك مسند جملة اسم موصول بلان معرفة كاتلوش نمش اسم موصول بلان معرفة كاتلو فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه أشو اسم مسند إليه معنى سياكي أش اسم موصول معنى hazır kılış için muşfaqatlam cümledeki ma'lum bir mazmunning ma'nisini hosil qilish, anlovchining zihniga hosil qilish uchun faqat mush ism mavzudan keltirish qanam yo'l tayin tep qolsa. Bu ism mavzu bilan keltirmasam boshqa yo'l yo'q. Bunda bo'lib qolgan chaqda ism mavzu keltiriladi. Masalan, ka qawlika allazi kana ma'ana ams safar. Yani tunigan bedam so'di. Qana u falani qana, falani nakatdi desa yoki tunmaydi. Tunigan odam, tunigan sizlar birga turgan odam nakatdi desa, allazi kana ma'ana ams tunigan biz bilan birga turgan odam safar qilib ketdi. Degan yerda bir şeyde biz allazi degan so'zni keltirmasak ifodalayolmaymiz bu shu ams tuniganki bizdanki birga odamligini ifodalayolmaymiz. Ash allaziga muhtoj, ehtiyojimiz var. Hem de izâ lem tekun yani şart çünkü izâ lem tekun ta'rif ismi onun ismini bilmese mesela. Onun ismini bilmese Zeytahun kanadisi buldu. İsmini bilse Zeyd kanadisi buldu. Lakin ismini bilmegen çağda Zeyd diyemeydi kanadaydı o. Tunigan sizden bildi bo'lganda bayda shuni bağlaştırgan gapimdi. Amma izâ lem yeta'ayyen tariqan lizâlik. Ama ism mavsul keltirmese cümledeki maksat muddani ifadeligili bo'lmaydigan ahvol yo'qkan. O tayin deb qolmabdi. Lekin aynı ahvol bo'lmasa mening ismi mavzuni yana keltirgan bo'lsa fayakunu li agradin ukhra. Bu chaqda boshqa g'arazlar uchun bo'ladi. Boshqa maqsadlar uchun bo'ladi. Birincisi kat-ta'lil. Ism mavsul bilan masalan musnad jumladagi musnad ilayhini masalan ism mavsul keltirishdagi birinchi sabab ism mavsul keltirmasin butgan yati mavsul keltirishga sabab nima? Kat-ta'lil. Xuddi buni illat keltirish. Mesela innellezine amenu ve amilus salihat kanet lahum cennet firdevsin nuzulan. Şüphesiz ki iman etkan salih amellerini kılganlar ular üçün cennetul firdevs nuzul yani uların düşürgen caydır. Desek bir şeyde innellezine amenu ve amilus salihat huddini minin ki uların ki cennetul firdevs'e kirişinin nemesi oldu te'alili, illeti. Yani ne mi deydi o? Yani li imanihim. Limada dakhalul cennet لماذا دخلوا جنة الفردوس الكاسة؟ لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. لإيمانهم وأعمالهم الصالحات.
Demek xuddi mi dedik innellezine amanu. Aslında bir yerde mesela innel mu'minine ve salihine kânet lahum da qo'shib bo'lgan gap ama lekin innellezine amanu deb keltirganlikning o'zi bularniki shu amalni qilganligini, shu amalni qilganligi uchun uni kenidan jannatga kirganligidan iborat bir ta'lilni keltirib berdi. Bizga nima ko'rsatdi? Ta'lil. Ya'ni buni illat, sababini bayon qildi. Xo'sh. Va ixfa'il amri an g'ayril muxatabi. Muxatabning g'ayridan amrni nima qilish, yushirish. Hamda ikkinchi ba'zida ism mavsul keltirmasa mudg'at ism mavsul keltirilib qoladi. Nima uchun desa, muxatabning gap so'zni anglab turgan odamning g'ayridan, menning gapni anglab turgan bir odam bor. Masalan, Bimirzabekdan boshqa odamni qolgan hammani yushiraman, mushuni yushirmayman gapni. Chunki mush gapni biladi, qolganlar bilmaydi. Shunda chaqda ism mavsul bilan keltiraman. Masalan, nahu va akhadtu ma jada al-amiru bihi va qadaytu hajati kama ahwa degan she'r masalan. Va akhadtu ma jada al-amiru bihi. Amir menga iltifot qilib birvatgan, ya'ni atani degan gap, jada degan gap, men qilib birvatgan narsani oldim. Birvatgan narsani amir bunga uy berdimi masalan, fil dağçı uy berdimi, ya sen mashina berdimi, ya arg'umoq ot berdimi? Uni faqat bildiği adam kim? Bimirzabek bilan ikkimiz bordik. Mushug'ini biladi, qolganlar bilmaydi. Men boshqalar bilib qolmish deb dedim. Ma jadal amir deb ma degan ism mavsulni keltirib qo'ydim. Ya'ni amir nima qilgan? Men iltifot qilib menga bergan hadiyani nima qildim? Oldim. Va qadaytu hajati kama ahwa. Degan hojatlarimni kama ahwa deb kama uhibbu. Ya'ni o'zim ko'nglimdagidek qanday xohlasam shunday xohlab ado qildim, ravo qildim. İşlerimni qilib oldim. Deganda, ya'ni majada degan ashadagi maqsad, osh gapni biladigan odamning boshqa odamlarga bildirgisi yo'q gapni. Bildirgisi yo'q. Shunga ya ko'z tegadigan shu yoki hasad qiladigan shu arkadaşlar bo'lishi mumkin. Ashad ism mavsuldan keltirdi. Bu oladigan bor. Xo'sh, endi 3-xil shu ism mavsul keltirmasa mudg'ayat ism mavsul keltirib qo'yishga sabab nima? Va tanbihi alal xato. Ya'ni muxotablikka so'z anglab turgan odamning xatolashib qolganligini eskartib qo'yish. Haydi adabiy axloq bilan, adabiy yo'l bilan siz xatolashqandingiz. Hozir siz xatolashyapsiz. Uyg'uning deganni bildirib qo'yish masalan. Innallazina tarawnahum ikhwanakum yashfi ghalila sudurihim an tusra'u debdi masalan. Sizlar bizning qarindishimiz deb ko'rayotgan odamlar, uch katbi ismini masalan, odamlar yashfi ghalila sudurihim ularning dillarining gali degan gap haqid degan gap. Adava, yani ularning dillardagi uch adovatlarni an tusra'u degan gap, sizlarning yiqilishinglar, musala bo'lib, elishib kelganda yengilib, mag'lub bo'lib yiqilish degan gap. Sizlarning yiqilishinglar nima qiladi? Davolaydi. Ularning dillarida uch adovatdan paydo bo'lgan qattiq bir kasallari bor, o'zida ichi siqilib ketgan. Osh kasallarni sizlar yaqab tushsanglar, sizlar mag'lub bo'lsanglar, sizlar ziyon tortsanglar, nima siz shu qarindishimiz deb sizni yaxshilik ketgan osh yiqildiringlar, xushallanib ketadi. Sizlarning ichinglar pushib qolsa, ular xushallanib ketadi ama deb ismini atmay, ularning ismini atmaydi, g'aybat qilmagan bo'ldi, lekin g'aybat qilmay, ma'lumini muxotabni eskartib qo'ydi, uyg'otib qo'ydi. Mushaturullah deb uyg'otib qo'ydi. Mushunda aytdi, muallazina degan nima ism mavsul keltirildi. Xo'sh, endi 4-inchisi va tafhimi sha'nil mahkumi bihi. Am mahkum bihning holini kattalash. Va jumlada mahkum bih, mahkumun alayh hukm deb shuni asfadik. Mahkum bih degan musnad ilayhi masalan. Nima musnad. Ammo shu musnadning holini kattalash. Masalan, innallazi samaka as-samaa bana lana baytan da'aimuhu a'azzu va atwalu. Osmonni egiz qilib ko'tarib yaratgan zot bana lana bizga baytan da'aimuhu tugruklari a'az degan intayin aziz va atwal intayin uzun bo'lgan bir uyni bino qilib berdi deydi. Bu degan gap nimaga mayatki bayt amilatki bayt hissi emas. Bu bayt ma'naviy. Yani bu şair demekçi osmonni egiz yaratgan Allah bizniki izzetimizni, izzat nafs vicdanimizni, g'ururimizni ajoyib yuqori qilib berdi. Bizni ait vijdonli g'ururli odamlar. Bizning izzetimiz, vicdanimiz, g'ururimiz bek nima, yuqori bek kuchli odamlar biz. Bizni Alloh taolo ajna yaratgan demekçi bu yerda. Bir şeydeki allazi samaka degan allazi deb keltirishga sabab Allah deb ushlatmay allazi deb keltirishga sabab nima?
Yani şu ve tefhimi şe'nil mahkumu bih. Mahkumu bihniki şe'nini kattılaş. Yani bizni osmonni igiz yaratgan Alloh qildi bu ishni degan gap. Yani Allohga qarshi degan addamında ish emas. Yani bizniki g'ururni kattalamoqchi. Bu yerda maqsadi. Bizniki izzetimiz, bizniki vijdonimiz shunda ulug' bir vijdonki bu vijdonni biz o'zimiz yasamadik. Osmonni igiz qilib yaratgan Alloh yaratib qo'ydi uni. Şunu çakmaklı biz nima g'ururimizga, bizning vijdonimizga bizga vijdonli odamlar deydi. Endi tahvil ba'chada ism mavsul bilan keltirish nima qo'rqitish, ta'ziman degan bir narsa kattalab qo'rqitish, bir narsaning katta ekanligini deb qo'rqitish, ulug' ekanligini deb qo'rqitish yoki uniki tilga og'irchilik yo'q narsa ekanligini deb nima qo'rqitish. Masalan, fagashiyahum minal yammi ma gashiyahum dedi Alloh. Sura Taha'daki Firavunni lashkar, lav lashkarlar bilan shu dengizniki do'lqinlarniki yalmab yeb ketganligi, g'arq qilib o'tganligini ifodalab, fagashiyahum minal yammi ma gashiyahum. Alloh taolo ularni dengizdan yopgan narsa yaptı degan gap, ya'ni 3 metr suv yepib oldi, 4 metr, 10 metr demedi. Ya'ni uni shundoq bir do'lqin, shundoq bir suv bir qo'shlab ketdiki, hech qolsa qolmadi. Acayip, qanchalik bir qo'rqinchi bo'lsa shunchalik qo'rqinchi ularni yaptı. Qanchalik suv bo'lsa shunchalik suvlarni yaptı degan gap. Ya'ni tahvil, bak qo'rqinchli holat bo'ldi demakchi. Acayip qo'rqinchli bir to'lqin ularni yo'g'ib oldi, g'arq qilib o'tdi degan ma'noda demakchi. Endi agar tahqir bayasniki tilga og'irchilik yo'q narsa ekanligini ifodalab qilganlikcho desa, masalan, man lam yadri haqiqatal hal qala ma qal. Yani ishni haqiqatni bilmagan odam og'izga nima kelsa shuni deydi. Qala ma qal degan gap og'izga kelganini deydi. Ishning haqiqatini bilmagan odam og'izga kelganini deydi desa, ya'ni onda deydi, bunda deydi deb sanab, ya'ni demak uni og'zidan chiqqan gapni deb bo'g'ilmaydi. Tayini uni bir deydi. Anladın? Demek bunun gapini tilga og'irchilik yo'q demakchi. Maqal bunday adam ism mavsul keltiriladi. To'g'ri. Endi 6 ism mavsul keltirishniki 6-chi sabab bo'lsa va tahakkum. Ya'ni nima masxir qilish, zongli qilish. Masxir qilib zongli qilish uchun, masalan, ya ayyuhallazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun degan. Ey, uning zikr tushirilgani, ha, sen majnunsan, jinlar ekansan. Oy zikr tushirilgani demakchi uni nima qilmoqchi? Zongli qilmoqchi. Zongli qilib masxir qilmoqchi. Ey, osmonda tushgina, osmonda tushgina deb masalan biz kimni zongli qila olsa, masalan, ondan nima bilan undaqgina, mundaqgina, hey anisinki duosini olgina, ondan degandek shunda ish qilib uni masxir qilish, zongli qilish, boshqalarning oldida uni tushirib o'tish uchun deyiladigan o'rindimi nima ismi mavsul bilan keltiriladi o cümle deydi.